Assalomu alaykum azizlar. Avvalo ovozim uchun uzr so'rayman, yozning o'rtasida tomog'im bo'g'ilib qoldi. Bugun rejalashtirilgan videolarni biroz vaqtga qoldirib, favqulodda chiqish qilishga majbur bo'ldik. Xabarlar lentasida ko'zingiz tushgan bo'lsa kerak, AQSh Eronga zarba berdi. Trampning aytishicha, Erondagi 3 ta yadro obyekti, xususan tog' ostidagi Fordo zavodi yo'q qilingan. AQSh dushmanlik tarixida ilk marta Eronga zarba yo'lladi. Shu tariqa Washington Isroilning Eronga qarshi urushiga qo'shildi. Videoda shu haqda. Videoga like bosib, izohlarda fikringizni qoldiring. Axir bu asrimizning eng muhim voqealardan biri bo'ldi. Ishoning, bugundan Yaqin Sharq aslo avvalgidek bo'lmaydi. Isroil 2 haftadan buyon Erondagi yadroviy strategik obyektlarga zarba berayotgan, lekin eng asosiy nishon tog' ostidagi Fordo zavodiga teginib bo'lmayotgandi. Ancha vaqt bu zavodni faqat Amerika B-2 strategik bombardimonchisi bilan 13,6 tonnalik bomba tashlab portlatish mumkinligi muhokama qilingandi. Va xuddi shunday bo'ldi. Manyovr qilishi qiyin, urib tushirish nisbatan oson bo'lgan bahaybat B-2 samolyotlari Eron osmoniga bemalol uchib borib, tog' ostida joylashgan zavodni bombardimon qildi. Trampning aytishicha, AQSh Eronning 3 ta yadroviy obyekti Fordo, Natanz va Isfaxonga hujum qilgan. Barcha bombalar tashlandi deb yozdi Tramp. Uning so'zlariga ko'ra, operatsiyada qatnashgan barcha samolyotlar Eron chegaralaridan chiqqan va AQSh bazalariga qaytmoqda. Barcha samolyotlar uyga qaytmoqda. Amerikalik ajoyib jangchilarimizni tabriklayman. Dunyodagi hech bir armiya bu ishni qila olmasdi. Endi tinchlik vaqti keldi. Eron urushni to'xtatishi lozim deb yozdi Tramp Trust ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida. Keyinroq Tramp Fordo endi yo'q degan postni o'z sahifasida ulashdi. Amerika nashrlarining yozishicha, Tramp ma'muriyati zarbadan oldin Isroil tomonini ogohlantirgan. Operatsiya tugagach, Tramp va Netanyahu telefon orqali gaplashdi. Tramp ma'muriyatiga yaqin Fox News'ning yozishicha, tog' ostidagi Fordo zavodiga 6 ta bunkerga qarshi raketa tashlangan. Isfaxon va Natanzdagi yadro obyektlariga 30 ta Tomahawk raketasi tashlangan. Bu raketalar katta ehtimol suvosti kemalaridan turib uchirilgan. Eron tomoni Amerika zarbalarini tasdiqlab, uchala obyektdagi barcha uskunalar oldindan olib chiqib ketilgani, Tehron zarbadan boxabar bo'lgan haqida bayonot berdi. Bu AQSh zarbasi haqida birlamchi ma'lumotlar edi. Kunimizdan uzoqlashmang. Biz kun davomida bu borada eng muhim xabarlarni sizga yetkazib boramiz. Yana bir bor eslatmoqchiman. Tarmoqda, ayniqsa Telegram kanallarda Eron-Isroil urushi haqida fake ma'lumotlar tarqalmoqda. Eng ishonchli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun Kunuz YouTube kanaliga obuna bo'ling. Biz ma'lumotlarni tekshirib, keyin sizga yetkazamiz.